Hammaga salom do'stlar. Hozir biz manaqa qo'rqinchli zombilar bilan o'ynaymiz. Zombi apokalipsi. Qoch. Ana yerda mashina minamizda qochib ketamiz. Yo, iskir qo'ygan ekan, qoch. Zombilar. Zombi apokalipsi. Zombilardan qochish kerak. Avtomat olamiz. Avtomat bo'lsa kerak. Jonimiz kam qolgan. Hamma joyda buzilgan mashinalar. Kimdir miltiqda bizlarni otyapti. Oh, o'ldirdi. Yo'q. Zombilar bizni o'ldirib tashlashadi. Bizga yordamlashadimi yoki yo'q? Oh, yana o'ldim. Soldatlar o'ldirib tashlayapti. Do'stlar, sizlarga ham maslahat beraman. Bu modni yuklab olishni. Minecraft bidan horror addonsga kirsanglar chiqib turadi. Videoga like bosib qo'yinglar. Hozir biror joydan avtomat topishimiz kerak. Mana shu yerga kiramiz. Ishlamay yo'q. Ikkinchi qavatga chiqib ko'raylik qani. Bidan chiqib olmaydi. Chiqib oldik. Ana meni singlim ham yuribdi. Obuna bo'lamiz do'stlar. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Nima? Tosh ekan. Yana soldat. Biror joydan pistolet topishimiz kerak. Yoki jonsizga o'tkazishim kerak deganim bo'ldi. Do'stlar, hozir 5 minutga qolmay miltiq olamiz. Bo'lmasa bularni o'ldirish qiyin bo'lyapti. Mana bolani qaranglar. Mashina. Sovg'adan bitta o'qiramiz. Mensa bo'lmaydimi? Bundachi. Musor ko'p. O'zimizga kiyimlar olib olamiz. Va so'ngra qilich. Ovqat ham olib olamiz. Ularni o'ldirsak ichida nima chiqar ekan? Hech nima chiqmadi. Bu mashina ham buzilgan. Bu yer bizning qarorgohimiz bo'ladi. Biz jonli qilamiz. Bilan sindirsa hech nima chiqmaydimi ichida? Endi ularga qarshi jang qilaversak ham bo'ladi. Minecraft asli bunaqasi yo'q deb.
Ketdik, endi jang qilamiz bu yoqqa. O'xdi, o'lish zo'r ekan. Bu mashina nima bo'lmaydimi? Nimaga qo'ygan bo'lmasa? Mana bo'lmasa. Bu yerda ham hech nima yo'q. Ketdik, yo'qlarga ham borib ko'ramiz. Qishloq bor ekan. Qishloqda albatta golem bizga yordam beradi. Soldatlarning o'ldirib miltiq olsak bo'lmaydimi? Odamlar zombilarga qarshi. Qo'yildik. Do'stlar, zerikmaymiz. Videoning ikkinchi qismini ham olamiz. Agar 35 ta yo'q 15 ta like'dan so'ng ikkinchi qismini yana yozib olishni boshlaymiz. Xuddi shu zonada. Golemimizni kimdir qamab qo'yibdi. Chiqarib yuboramiz. Bo'ldi, endi bizga yordam berib beradi. Birdan o'lib qolsa kerak. Qishloqlar. Shu yerda menimcha adashmasam sandiq bo'ladi. Ha, topdim mana. Boshladik. Bu mashina mana bo'lmaydimi? O'xdi. Prezident bobomi bu? Zombilar kelyapti. Buraya kirib uxlash kerak. Uxlaydigan joy yo'q-ku. Mana shu yerda ko'rgan. Chekda boramiz. Tezroq uxlash kerak. Uxlab bo'lmaydi. Ay. Chiqib ketamiz. Qayerda zombi bor? Mana uxladik. Nima edi bu? Mana alkash zombi. Malades. Bu yerda nima bor ekan? Yashirincha so'ylarga. Ana yotoq bor ekan, sindirib oldik. Ko'chada uxlashga. Unutmanglar, 15 ta like'dan so'ng ikkinchi qismini olamiz. O'qishingizga qarab, boshqa turdagi modlarni ham sinab ko'ramiz. Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xohlagan bitta modlaringizni ayting. Va men ularni qilaman. Yozgan modlaringizdagi eng ko'p like bosilgan izohdagi modni sinab ko'ramiz. Bu yaxshi, qayerga qo'yapsan? Urushaman deydi-ku. Tez yugur ekan. Ligimizga chalaymiz. O'lib yotgan joyingda ham uraman. Haqiqatan ham o'lib qolibdi. Yana tirilsa kerak. Chunki ular zombi. Mana yana bittasi mana qarashdi. Shuni o'ldirish kerak. Ur. Shuni o'ldirib, avtomatini qo'yib o'tirib oldimi? Yana turdi bu ham. Bu ham zombiga aylandi. Yo'q.
Yana zombi gelen. Miltig'ini bo'lmaydimi? Yuz kirgan avtobus mashinasi. Zombi apokalipsida o'zi nima bo'lishi kerak? Eshikni ochamiz. Hech qanaqa miltiqlar bizga berilmadi. Videoning oxirida hamma tuxumchadagi mashina, avtomat ularni sinab ko'ramiz. Albatta kreativga o'tib. Qalchimshiga tashib keting. Olgan videolarimni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'linglar. Yozgacha 2000 ta bo'lishimiz kerak. Yana men bilan otishadi. Yo'q, bular nima ekan? Bu mashinalar bittasining rozi bo'lmaydi-ku. Eshik. Devorlarda. Nima edi devorda? Bu yerda ham zombilar talab ketgan ekan. Hech qanaqa miltiqlar ham yo'q. Deyman. Bo'g'ini qarang. Mana ular yeb qo'ya olsin nimasi. Bo'g'ini ichidan go'shtini olamiz. Hey. Go'shtini yeb ketdimi? Endi meni go'shtim yegan keling. Yo'q, bular yegan. Go'shtini yeyapti. Hozir yana qaytib keladi. Men nima dedim? Hozir yana yotib go'shtini boshlab berdi. Bu mashinalar mana bo'lmaydimi? Yo'q. Bu importni bo'lmishmi? Yana masot seni. Hech nima sotmaydi-ku. Go'sht. Kravat beri. Qilich. Nimaga berding? Zo'roqda bering. Hech nima bermasang, berma. Bor yo'q. Bu mod bilan o'ynab ko'rganlar kommentariyaga yozinglar. Yana biror kun xuddi shunaqa video olamiz. Zombi apokalipsi yoki boshqa turdagisini. Ana katta bazaga borib ko'ramiz. Qiziqayotganlar bormi? Men otib yuborishni bilmayman. Qoch. Bazada Mr. Wispa'mi? Ye. Bu yerda nimalar bor ekan? Laboratoriya bo'lsa kerak.
zombilarni o'qib ko'rgan bular. Bu yerda keyin ular tajribasi o'xshamagan va ular bu zombi kasalligini o'zlariga yuqtirib olishgan. Va butun dunyo hozir zombilar qo'lida. Bu ish qanday ochiladi? Bu tarafdan bosish kerak. Mana. Ochilmadi. Iskirgan ekan. O'rtasida hech nima yo'q. O'xti, tepasida mana ichida nima bo'lish kerak? Hech nima yo'q. Ana rangi boshqacha ekan. Menimcha shunda bir nima bor. Yo'q, unday hech nima yo'q. Bu qurumsoqlar hech nima bermaganmi bizga? Miltag'am bermadi. O'zimiz jonsiz oldik. Bo'lmasa qachonlar o'lib ketgan bo'laydik. Katta bazada ham hech bola yo'q ekan. Bu mashina qabristonmi, nima edi bu? Mana eskirgan avtobus. Qaril chappa o'tgan mashinalar. Ularni menimcha zombilar ichib olmaydigan. Kim nol? Qanaqa nomerlari bor bular? Hech qayerdan hech nima topilmadi haligacha. Mana bu prezident. Shu zombilar prezidenti menimcha. Bularni bersak bermaydimi? Bermasang berma. Yo'q, borishni maslahat qilmayman. Zombilar ko'payib ketishdi. Endi prezident boboni talashyapti. Yo'q, prezident bobo o'ldi. Va uni go'shini yeyishyapti. Qoch bu yerdan. Kech tushyapti. Talab qilish kerak. Ay. Bular yonib ham ketmagan. O'zini zombilar bo'lganda qachon yonib kul bo'lgan bo'ladi. Yana bular kuchli. Rangini ham o'zgartirib oladilar. Hozir bittasi shunaqa bo'ladi. Atigi 15 ta laykdan keyin buning ikkinchi qismini olamiz. 15 ta. Hamma layk bosib qo'ysin. Videomiz 20 daqiqa davom etgani uchun sizlardan uzr. 20 daqiqagacha davom ettira olamiz. Hali 2 minut vaqtimiz bor. Ungacha qayerlarni aylanib chiqsak bo'ladi? Kommentariyada yozinglar, qayerlarga boraylik, qaysi zonalar bo'sh qolib ketdi. Qaysi joylarni ko'rmoqchi edingizlar? Shu yerdan tepaga chiqib qarab ko'ramiz. Videomizni ham tugatish vaqti kelgan u. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr.